tizza bilan kindigini orasiga nazar solishlik mumkin emas. Erkak erkakning avratiga nazar solmaydi, ayol ayolning avratiga nazar solmaydi. Rasululloh aytdilar, soningni to's. Albatta u avratdir. Son yopilishligi kerak. Na sport mashg'ulotida, na suzishda va na hammomda ochib bo'lmaydi. Ayol kishiga qarashiga kelsak, u ham xuddi shu qoida. Ayol kishi boshqa bir ayol kishini tizzasi bilan kindigini orasiga nazar solishi mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, bu mahrammi, bu ayol o'zini bir yaqin qarindoshimi, bu ayol tanishmi, begonami, muslimami? Yo'q. Farqi yo'q. Ayol ayolni tizzasi bilan kindigini o'rtasiga nazar solmaydi. Bu narsaga bee'tibor bo'lmaslik kerak, birodarlar. Erkak erkakni, ayol ayolni avratiga qarashligi mumkin emas. Chunki bu narsa buzuqlikka olib keladi.